Fast foodlar sizni semirtirish haqida eshitgansiz, lekin aynan fast food tarkibidagi qaysi modda sizni semirtirishini bilasizmi? Fast food tarkibida oddiy uglevodlar ko'p bo'ladi, ular tez hazm bo'ladi va qondagi glyukozani tez ko'tarib yuboradi. Glyukozani keskin ko'tarilishi insulinni ishlab chiqarishni oshiradi. Insulin qondagi ortiqcha shakarni yog'ga aylantiradi. Bir necha soatdan keyin glyukoza yana tushib ketadi va siz tez och qolishni boshlaysiz. Shuning uchun ham fast food deganingizdan keyin qorningiz yana ham tezroq ochishni boshlaydi. Fast food mahsulotlari trans yog'lar yoki qayta ishlangan yog'lardan tayyorlanadi. Aynan fast food mahsulotlari yuqori kaloriyaligi, oddiy uglevodlarning ko'pligi, ularning tarkibidagi trans yog'lar va zararli moylarning ko'pligi, protein va tolalarning kamligi va juda ham ko'p tez yeyish bilan miya odatda to'yganni kech his qilishi bilan ham insonda ortiqcha vaznni keltirib chiqaradi. Bu videoni ortiqcha vazni bo'lgan fast foodni sevib yeydigan tanishlaringizga hoziroq jo'natib qo'ying.